Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari va aziz tumanimiz fuqarolari. Olmazor tumanini yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi rejalarimiz haqida bugun suhbat olib boramiz. Olmazor tumanining jami aholisi 412 ming nafarni tashkil etadigan bo'lsa, shundan voyaga yetmaganlarimiz voyaga yetmagan 0-13 yoshdagi bolalarimiz soni 103 ming nafardan iborat bo'lib, yoshlarimiz, ya'ni 14-30 yoshdagilarimiz 61 ming nafarni tashkil etadi. Bugungi kunda maktab yoshidagi yoshlarimiz soni 54 ming 300 nafarni tashkil etmoqda. Yoshlar bo'yicha 2024-2025-yillarda amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'tsam, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga ko'mak berish yo'nalishi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar 2024-yil boshidan 450 nafar yoshlarga yoshlar daftari orqali turli xil yordamlar ko'rsatildi. Ya'ni 286 nafar yoshga kontrakt to'lovi to'lab berildi. 15 nafar yoshga safarbarlik chaqiruv rezervi xarajatlari qoplab berildi. 1 nafar yoshni haydovchilik kursiga o'qitdik. Undan tashqari 52 nafar og'ir ahvolga tushib qolgan yoshga bir martalik moddiy yordamlar. Undan tashqari 31 nafar yoshlarga boshqa yo'nalishda ko'maklar ko'rsatib borildi muntazam ravishda. Shuningdek 40 nafar yoshlarning bandligi to'liq ta'minlandi hamda yoshlar daftari elektron platformasidan chiqarildi bugungi kunga kelib. Bundan tashqari shu yoshlarimizni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish yo'nalishida 2024-yil boshidan yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning sport va san'atga bo'lgan qiziqishlarini orttirish hamda 5 tashabbus tadbirlarini tashkil qilish maqsadida 3201 dan ortiq tadbirlar, sport musobaqalari va turli loyihalar tashkil etilib, 45 mingdan ortiq yoshlar qamrab olindi. Shuningdek, tumandagi 5 tashabbus olimpiadasi, yirik tanlovlarimizdan 5 tashabbus olimpiadasi, Ichki ishlar vaziri kubogi, prokuror kubogi, davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari hamda Olmazor yoshlarni sevadi kabi tadbirlar o'tkazilib kelinmoqda. Bir nuroniy 10 nafar yosh loyihasi doirasida 701 nafardan ortiq tarbiyasi og'ir yoshlar faxriy nuroniylarga biriktirib, uch avlod uchrashuvlari, nuroniy va yoshlar uchrashuvlari muntazam o'tkazib kelinmoqda. 2024-yil davomida mahallalardagi yoshlar muammolarini o'rganish maqsadida 206 marotaba yoshlar va sektor rahbarlari uchrashuvi tashkil etildi. Shuningdek, 16 marotaba bitiruvchi yoshlar bilan hokim va sektor rahbarlari uchrashuvlarini tashkil etdik. Uchrashuvlar davomida shu 931 nafar yoshlarning turli yo'nalishdagi muammolari hal etildi. Ta'lim yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar. Olmazor tumani maktabgacha maktab ta'limi bo'limi tasarrufida jami 89 ta ta'lim muassasasi faoliyat yuritib, shundan 31 tasi umumta'lim maktablari, 3 ta maxsus internat, bitta maxsus yordamchi maktab va bitta barkamol avlod maktablari, 53 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. Jami maktablarda tahsil olayotgan o'quvchilarimiz soni 54 ming nafardan iborat. 2023-yil 24 o'quv yilida 3664 nafar bitiruvchilardan 2524 nafari, ya'ni 69% oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilindi. 1140 nafar yoshlarning turli sohalarda bandligi ta'minlandi. Jami 368 nafar xorijiy til o'quvchilari milliy va xalqaro tan olingan sertifikatlariga ega bo'lgan o'quvchilarimiz mavjud bo'lib, 101 nafari C1 darajadagi sertifikat, 141 nafari B2 darajadagi sertifikatga ega chiqishdi. Tumandagi jami 54 ming nafar o'quvchilardan xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan o'quvchilar 2024-yil dekabr holatiga 171 nafar. Shundan IELTS 161 nafar, CEFR 7 nafar, boshqa turdagi sertifikatlar 3 nafar tashkil etadi. Bu hurmatli ishtirokchilar faqat bitiruvchilar haqida so'z ketmoqda. Bundan tashqari tumanda maktabgacha ta'lim tashkiloti qamrov darajasini oshirish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. Jumladan Ziyokor mahallasi Mirzog'olib ko'chasida 420 o'ringa mo'ljallangan yangi 20-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyati yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari yuqori Beshqo'rg'on mahallamizda 540 o'rinli 201-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi hamda bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Xo'p, ta'lim muassasalarida o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida o'tgan yil hamda joriy yil oylarida 31 ta maktabda 1393 ta to'garaklar tashkil etilib, ularga 25613 nafar o'quvchilarimiz qamrab olindi. Jumladan 881 ta fan to'garaklariga 15700 nafar o'quvchilarimiz, 54 ta kasb-hunar yo'nalishlariga to'garaklariga 1000 nafar
o'quvchilarimiz 150 ta sport to'garaklariga 2600 nafar o'quvchilarimiz jalb etildi. Xo'p, qurilish ta'mirlash ishlari bo'yicha 2024-yil hamda 2025-yilda boshida amalga oshirilgan ishlarimiz shu Olmazor tumanidagi Gulzor mahallasida yangi 4-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishlari davom etmoqda. Bundan tashqari tumanimizdagi shu G'alaba mahallasida 242-sonli maktabga qo'shimcha 660 o'rinli bino hamda Guzarboshi mahallamizdagi 11-sonli maktabga qo'shimcha 660 o'rinli yangi bino o'z faoliyatini boshladi. Hop, maktablarda va turli ijtimoiy obyektlarda bugungi kunga kelib o'sha yashil makon ko'kalamzorlashtirish ishlari bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkiloti obodonlashtirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda va tashkilotga kirish qismlari yo'laklariga 22.500 tub mavsumiy gullar ekilib, doimiy ravishda hududlar tozalanib borilmoqda. Bundan tashqari yashil makon umummilliy loyihasi asosida bahorgi va kuzgi daraxtlar ekish mavsumida davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan jami 7200 ta o'sha turli manzarali, mevali daraxtlar ekildi. Undan tashqari maktab tomonidan 3048 ta turli mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekib kelinmoqda. Hurmatli brifing ishtirokchilari, 2025-yilda o'zimizga ustuvor vazifalar belgilab olganmiz. Jumladan hammani xabari bor, hurmatli prezidentimizning 14-fevral kuni shu yoshlar bilan ochiq muloqotlarida yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida hamda yoshlarni o'sha tadbirkorlikka jalb etish maqsadida Aloqa bank hamda Milliy bank bevosita yoshlar banki deb e'lon qilindi. Shu asosida hozir oliy ta'lim bitiruvchilarini bandligini ta'minlash maqsadida Milliy bank bilan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda hamda yoshlarni bandligini ta'minlash maqsadida Aloqa bank bilan tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bugungi kunda 200 dan ortiq talabgorlarimiz bor. Shu o'zlarini tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yish uchun turli ko'rinishdagi kreditlar yoki subsidiyalar ajratish maqsadida hozir ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari 2025-yil davomida amalga oshiradigan shu bitiruvchilar bilan amalga oshiradigan ishlarimizdan biri 24-yilda 69% bitiruvchilarimiz oliy ta'limga qamrab olingan bo'lsa, 25-yilda ushbu 69%ni 75% ga ko'tarish o'zimiz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida shu 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 26 ta musobaqa tanlovlarida 18 mingdan ko'p bo'lgan yoshlarni qamrab olish reja qilingan. Undan tashqari yoshlarni xorijiy tillarni o'rganish uchun qulay shart-sharoit yaratish maqsadida shu maktab o'quvchilarining bo'sh vaqtini onlayn til o'rganish kurslariga Ibrat farzandlar loyihasi orqali 250 nafar yoshlarni chet tillariga o'qitiladi. Bundan tashqari mehnat bozoriga kirib kelayotgan shu 650 nafar bitiruvchilarning bandligi ta'minlanadi doimiy ish bilan. Iqtidorli yoshlarni eng yaxshi g'oya va loyihalarni qo'llab-quvvatlash va ko'maklash, ularni turli soha ilm, fan va kasblarga o'rgatish maqsadida ustoz loyihasi hamda ustoz oromgohini tashkil etish orqali 3000 nafar yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitiladi. Aholini kayfiyatini ko'tarish maqsadida shu turli xil ko'ngilochar tadbirlar, sport, madaniy va ma'rifiy tadbirlar amalga oshirilib kelinadi. Har yilgi an'anamizga aylangan bu yil ham shu bitiruv oqshomi, bitiruvchilarimiz uchun bitiruv oqshomi tashkil etiladi hamda tumandagi shu yoshlarni hokim va sektor rahbarlarini uchrashuvi muntazam tashkil etib kelinadi. Amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalar bo'yicha yana qo'shimcha hisobot berib boramiz. E'tiboringlar uchun rahmat.